Assalomu alaykum hammaga. Oqqan kovultimizdan polirovkasini ideal etib ustloy polirovkani ishlab berdik. Xudo qalasa, polniy polirovkalari ishlangan. Ko'rib baqa berib qo'yasizlar. Ideal etib, polniy shisha etib polirovka etib beramiz. Mashinam toza saqlayman, postoyanno yuvib beraman degan odamlar ham mashina poutina chiziq bo'ladi. Qaranglar. Chiziqlar poutina ko'rsatib, polniy kuzov ustloy polirovkalar ishlanadi. Polirovka qilingan detal, polirovka qilinmagan detalni ko'rsatish maqsadida sizlarga qo'yib beryapman. Qaranglar, shisha bo'lib chiqadi. Polirovka qilinmagan detal ko'rsatsammi? Qanday bo'lib qoladi? Polirovka qilinmagandan keyin poutina dog' sarapinalari kuzda laq qismidan to'lib ketadi. Iloji bo'lgancha polirovka qildirib, shisha etib, mashinalarni akkuratni saqlab yursanglar, idealniy bo'lib, mashina yurib beradi, sizlarga xizmatlaringizni yetib beradi. Kelaverasizlar shunday xizmatlar uchun, shunday polirovka xizmatlar kerak bo'lsa, har doim BC Detailingdan biz kelaverasizlar.